Hayot bu poyezdga o'xshaydi. Boshlanishida biz yaqinlarimiz bilan bir vagonda bo'lamiz. Onalar, otalar, buvilar, bolalikdagi do'stlar, qo'shnilar, sinfdoshlar. Hammamiz bir-birimizni taniymiz. Har bir yuz bizga tanish. Bu bizning vagonimiz. Bizning kichik ammo eng aziz dunyomiz. Ammo vaqt o'tadi, bekatlar birin-ketin yaqinlashadi va eng yaqin, eng sevikli insonlarimiz birma-bir shu bekatlarda vagondan tushib qolishadi. Avval buvilar va buvilar, keyin ota-onalar, so'ng bolalik do'stlari. Biz esa oynadan qarab qolamiz. Yurak eziladi, ko'zlar to'ladi, ammo poyezd to'xtamaydi. Harakat davom etadi. Vagonga esa yangi odamlar chiqadi. Notanish yuzlar, notanish ovozlar. Ba'zilar bilan tanishib qolamiz, ba'zilar bilan shunchaki yonma-yon yuramiz. Ular mehribon bo'lishi mumkin, yaxshi, quvnoq, qiziqarli, lekin ular bizning o'tmishimizdan emas. Ular bu hayot yo'lining boshqa sahifalaridan.